Yaxshimisilar do'stlar, men Nazahat. Men sizlarga yulduz turkumi to'g'riliq so'zlab beray. 3-yulduz turkumi qo'shmaq yulduz turkumi, ya'ni qo'shkezak yulduz turkumi. 5-oyning 21dan 6-oyning 21gacha tug'ilganlar. Bu yil ham sizning yilingiz hamda Yupiter sizning birinchi xonangiz kirdi. Hamda birinchi xona deganimiz o'zlik xonasi. Siz o'zingiz bo'lasiz degan gap. O'zingiz bo'lasiz deganda so'zlashdan burun sizningki o'tgan yillik jarayoningizni so'zlab baqalayman. O'tgan yil sizning 12-xonangiz edi Yupiter. 12-xona degan nima degan eng oxirgi xona. Eng oxirgi siz burun 11 yil, 12 yil burun qilgan atganlaringizning topshiriqini topshirdigan xona, 12-xona. Shunga balkim o'tgan yil siz o'zingizniki giposimizni anglaydigan odam chiqmasa mumkin, hamda boshqalarga sizningki mijozingizga xilof holda boshqalarga ergashgan bo'lishingiz mumkin, ishqi buruqtirma holati bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Hamda qo'shkezak yulduz turkuminingki aloyilligi hamda tap so'zlaydigan odatlari bor. Shuningdek qiziqarli bo'lsin deb bir ishlarni so'zlab qatlarning tushiga tegib qo'ygan ishlar bo'lishi mumkin. Balki shuningdek o'tgan yil shularning javobini berib topshirgan bo'lishingiz mumkin. Hamda o'tib ketdi. Topshiriqni qanchalik topshirdingiz, uni bilmayman. Balkim siz yana shu xalqlarning tushiga tekkanlardan bo'lishingiz mumkin. Yoki siz shu 12 yil jarayonida bir cho'ng bo'lib, "Ma ishni qilsam to'g'ri bo'ldi ekan, ma gapni desam to'g'ri bo'ldi ekan" deganda o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Burunqira kichik vaqtingiz o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Shuningdek 5-oyning 26-sidan keyin sizningki Yupiter birinchi xonangizga kirdi. Demak siz o'zingiz bo'lasiz degan gap. O'zingiz bo'lyapsiz, bu shartning o'zingiz bo'lyapsiz. Chunki hozir 8-javob bo'ldi. Chunki siz oldingi 12 yilning ichida siz nurg'un darsni o'rganib bo'ldingiz. Nimaning xato, nimaning to'g'riligini bilib bo'ldingiz. Shuningdek bu yil o'zingiz bo'ling. O'zingiz bo'ling. Ham shu orqali jalb qilish kuchingiz mashhurdi. Yupiterning aloyilligi hamda bay degandek katalizatorlik rolini o'ynaydi dedim. Shuningdek u yomon tarafdan sizningki jalb qilish kuchingizni oshiramdi yoki yaxshi tarafdan oshiramdi, uni men bilmayman. Hamda u sizningki o'tib ketgan 12 yilning yoki qanchalik narsa o'rganganingizga bog'liq. Balkim bu yil ham sizningki bir eg'iz gapingiz yoki bir ish harakatingiz bilan siz yoki oq yoki qarab ketishingiz mumkin. Shuningdek nurg'un siz o'tib ketgan 12 yilni obdan bir eslab beqib, darslikni o'ylab beqib, topshiriqingizni o'ylab beqib, deb o'zingiz bo'lgandan sirt yana cho'ng o'ling demakchi. Navoda bu yil sizning tayyorligingiz puxta bo'lgan bo'lsa, iqtidoringiz bo'lsa, bu yil sizga yaxshi bir yil hisoblanadi. Ham sizningki iqtidoringizni ishlar cho'qim ko'ra oladi. Sizningki qilgan ishlaringizni cho'qim ko'ra oladi. Degan gaplaringizni cho'qim oladigan odam chiqdi. Ergash kuchingiz ko'p bo'ldi. Balkim sizningki qilgan atganlaringiz, so'zlagan so'zlaringiz to'g'riliq munozara qilishi mumkin. Balkim chavaqlar uzilmasligi mumkin. Hamda faqat bu yil faqat siz o'zingiz bo'lsangiz kifoya. Ammo bu sizni hamda manmanchi bo'lsangiz bo'ldi deganlik emas. Boy degandek ishlar bir nuqtaga og'masdan nurg'un tarafdan so'zlashidi. Nurg'un tarafdan shuningdek siz hamda men palani pokunchdim deb egiz turvag'ingiz bilan balkim sizningki odatingiz bo'yicha deb qo'ygan bir kichik gapingiz bo'lsa, xalqlar shuni tutilib sizni bir qo'shiq aytishi mumkin yoki bir laqamlarni qo'yib qo'yish mumkin. Shuningdek siz manmanchi bo'lsam bo'ldi deganlik emas. Hamda kishilar hamda manmanchilik men palonchidim deb zo'lab chavaq chaldirsangiz u chaqda sizlar kishilar sizga ergashmaydi. Hamda siz balkim Yupiter yomon tarafdan sizga ta'sir qilishi mumkin. Hamda rap bo'lib ketmang, qo'shiq qatilib ketmang demakchi. Ishqilib hamda bu yil sizningki har bir ish harakatingiz kishilarning munozarasiga sabab bo'ldi. Xuddi o'zingizni bir sahnada turgandek, xuddi chiroqlar siz uchun yiqilgandek, telefonningki kameralari sizga to'g'rilgandek holati bo'lgan bo'lishi mumkin. Navoda siz aslida bir donliq odam bo'lsangiz, bu yil mayli yaxshi jihatdan, yomon jihatdan bo'lsin, donqingiz tig'im chiqadi. Qo'shmaq yulduz turkumining muhabbatga kelsak, hamda bu yil Yupiter sizning birinchi xonangizga kirganligi uchun ham sizga qiziqqan odam cho'qim o'zingizga qiziqqan bo'lishi mumkin. Chunki siz bu yil o'zingizni maskalamaysiz, burunqiga o'xshash maskalab yurishingizning hojati yo'q. O'zingiz bo'lsiz, shuningdek sizga qiziqqan odam bu. Siz o'zingiz bo'lganligingiz uchun sizga qiziqqan bo'ldi. Hamda masalanga boshqalar desam, boshqa qo'shkezak yulduz turkumi emas. Siz qo'shkezak yulduz turkuminingki sizga qiziqmaganligini bilishingiz uchun bir narsaga diqqat qilsangiz bo'ldi. Qo'shkezak yulduz turkumi qiziqqan odamlarga, yaxshi ko'rib qolgan odamlarning oldiga kelgan chog'da dutib ketadi. Masalan, sizning oldingizga putilish beqildimi yoki tudashlab sizga yaqlamdimi yoki sizga qarsangiz boshqa qarab oldimi deganda qo'shkezak yulduz turkumi bu shunchalik o'maq. Shunga qo'shkezak yulduz turkumi bu yil o'zingiz bo'ling. Xalqlar sizningki maskangiz emas, o'zingiz qiziqdi.